hozir bitta qizig'i qulog'i qancha darajada nimani eshitishida. Ko'zida qanchalik ko'rishda emas. Odam charchaganda g'alati eshitadi. Lekin Shohida Uzoqova o'zini juda bir qulog'i eshitmagan darajaga olib qo'ydi. Bu juda bizga qo'rqinchli tuyuldi. Men aytib berdim. Zamonda bir ochiq kelib dumda 15-may ilashimiz ham 9da xola qatib olasin 15 kun bo'ldi ko'chaga chiqmadim. Bechora tepagacha chiqibdi. Bu eshitmaydi-ku. Xola, eshik ochmaysiz. Bolam 15 kun bo'ldi ko'chaga chiqmadim. O'sha eshitmayaptilar. Bir ro'za paytida taksida ketaman, taksichi Shohida opayimni ijod haqida gapirdi-da, eshitamiz deb tushundim-da. Yo'q, biz hozir otpuskada biz desam, yo'q Shohida biz tushunmaydi, maslar ro'zamiz. Yo'q, men otpuskadaman deganman-da. Ayting. Sizda ham bo'lganmi? Menga bir marta To'ytepadan telefon qilishdi-da, to'yga aytishga, shu to'yga aytishib To'ytepadan telefon qilsa, men uni shoshib turgan ekanman teatr telefonida. Nima? Yo'q, To'xta Yusupova yo'q. Yunus Rajabiyning o'g'illari Hasan akam bor. Hasan akamga bir kun bir uyda yo'q ekan, yozdirib qo'yibdi. Hasan Rajabiy ertaga Beltepadan telefon qilishdi sizga. To'yni aytganimizda kuyga kelib, shu Beltepadan telefon qilishdi desa, ular Beltepaga telefon qildilar. Beltepaga telefon. Noto'g'ri ish. Sizda ham bo'lganmi shu voqealar? Eshitmaslik ba'zan nasiba chiqadi. Hech bo'lmagan, adashmaganmiz. Noto'g'ri eshitmaganmiz. Bo'ladi. Bir odam noto'g'ri eshitsa xijolat bo'ladi. Menda juda ko'p. Sizda juda ko'p ekan shu qirralaringizni biz tadbirda yechishimiz kerak.